Shirinmi? Sizga beraymi? Bu shu bo'lay. Har yili ota-onalarimizni bir muammo qiynaydi. Ya'ni sovuq fasl kelaverganda ko'z qish deymiz-ku. Shu vaqt ko'plab bolajonlarimizda, farzandlarimizda shamollash, ichaklarida shamollash, hazm tizimi buzilishi, ana ularda zo'r oddiygina ichma bor, qarang. 1 kilogramm asalga, toza asalga bol deydi-ku. 50 gram yoki 100 gram zanjabil, ya'ni imbirni xohlang sevishingizlar, xohlang maydalangandan qo'shib qo'yingda, yarim choy qoshiqchadan olib, har ertalab va kechki vaqt ko'chaga chiqib ketayotgan vaqtingizda mana bizaga o'xshab iste'mol qilinglar. Oilaviy qarabsizki, immunitetni ko'tarib, turli xil shamollashlarni bartaraf qilish xususiyati bor. Foydalanib ko'ring. Men farzandlarimga misol ishlataman. Ishga ketamiz. Bular dissertga ketadi, o'qishga ketadi, kattalar o'qishga ketgan iste'mol qilib, undan so'ng o'qishga jo'natib o'rganman. Hattoki gijjasigacha bartaraf qilish xususiyati bor. Xullas, sog' salomat bo'lasizlar. Allohga omonat asqar. O'zingizda va oila a'zolaringizni asrang.